Bo'pti, xavotir olma. Xotirjam bo'laver. Ha, hammasi yaxshi. Bo'pti, o'pib qolaman. Ko'rishguncha. Bechorani aldab nima qilarding? 5 kunda qaytamiz deb aytaver. Slavik. Hammamiz ham aldaymiz. Chol. Ernest Hemingwayning Chol va dengiz asariga qisman asoslangan. Mana xavfli vaziyat qo'ldan boy berildi. Hey, To'pni oshirdi, to'p Pikeda. Menimcha aynan Pike gol uradi. Biroz ishonish qiyin, darvozaga yaqinlashdi. Vaziyat yana qo'ldan boy berildi. Jose Mourinho norozi bo'lib qovoq solmoqda. Yana bir urinishni uddalay olarmikin? Mana yaxshi. Xavfli vaziyat vujudga kelishi mumkin. Vilya yiqildi va penalti. Penalti ekan aniq. Yo'q, Casillas sababli penalti belgilandi. Shaytonbek! Qayerlarda yuribsan? Yana nima? Antenna. Hozir. Tezroq bo'la qolsang-chi. Penalti. Ha, Yerala. Qulog'ing karmi? Buvang chaqiryapti. Hozir dedim-ku. Casillas. Yo'q, shoshilma. To'xta. Biroz chapga bur. Yana chaproq. Unchalik emas. U yerga emas. Mana shunday. Bo'ldi. Barakalla. Ko'p yasha. Chinirsan. Juda soz ikkinchi taym boshida Barselona oldinga chiqib oldi. Sizdek qarib aqldan olishni istamayman. Lionel Messining ilk golini ko'rib turibsiz. Jose Mourinho qo'l ostida inoq jamoa. Rasmiy o'yinlarni ham hisobga olsak, ko'plab uchrashuvlar ilk o'yinlarda Messi gol ura olmagandi. Ushbu penalti Lionel Messining 30-golidir. Esda qoladi raqam. Senlarni. Darvozabon biroz baland va noqulay masofada edi. Casillas to'p yo'nalishini ilg'ay olgan bo'lsa-da, Assalomu alaykum oqsoqol. Ahvollar qalay? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xo'sh. Qaysi shamollar uchirdi? Mashinalaring buncha katta bo'lmasa. Gapirsa gap ko'p oqsoqol. Undan ko'ra muzdekroq buloqqa elting. U yerda nima qilasizlar? Bo'rilarni ovlaymiz. Miltiq bilanmi? Bo'ri ovlaging kelib qoldimi? Shuni deb uzoq yo'l bosish shartmidi? Buni nimasi yomon? Hozir ov mavsumi emas. Ular endigina bolalay boshlagan. Miltiqlaring ham oddiy emas. Qimmati bo'lsa kerak. Hoy oqsoqol, ilgari militsiyada ishlamaganmidingiz? Nega? So'roq qilaverasiz. Yana qanaqa militsiya? Oddiy uloqchiman. Bir paytlar bu yer savxoz bo'lgan. Yerlari unumdor, yilqiga boy edi. Xo'jaligimizdan hech ortmasdik. Balki birga borarsiz, Yo'lbosh bo'lardingiz. Rozi qilib yuborarmiz. Aslo ko'ndirmay qo'yaver. Ko'nglim tortmaydi. Uyda ish qalashib yotibdi. Shunday. Bo'lmasa, tinchgina yo'lni ko'rsating. O'rmonni 5 qo'ldek bilarsiz. Ha mayli.
Senlar ana u yerga borishlaring kerak. Bir dona daraxt qad ko'tarib turibdi. Bu yerdan 5 kilometrlik yo'l. O'sha yerdan chapga burasizlar, yana 40 kilometrga ko'tarilasiz. Saritobuga yetib borasizlar. Tog' qismidagi dovon. Undan so'ng izlagan adirga yetasiz. Sizlarni ogohlantirdim. Bechora jonivorlarga ozor bermanglar. Shundoq ham kamayib ketishyapti. Ketdik bo'lmasa. Bu senga. Rahmat. Nega bunday maslahat berdingiz? Nima qilishim kerak edi? Musofirlardan yordam ayamaslik kerak. Mashinalarni ko'rib, o'qday otilib chiqdingiz-ku? Ko'p ham chirillama. Unday emas. Ha, mashinalari chindan ham zo'r. 8 litrlik. Har qayerda yuradi. Turbo tezligiga ega 5 soniyada 100 gacha chiqa oladi. Kamida 300 ta ot kuchi. Nechta? 300 ta toy? Hey, butun boshli poda ekanmi? Sizni til bilan aytganda 5 ta zil yuk mashinasiga teng. Kimni boshini qotiryapsan? Zil jiddiy mashinalardan. Sen bo'lmagan gapni aytma. Hatto pritsep arqoni yo'q-ku. Yana qanaqa pritsep? Axir to'liq privatli mashina-ku. Har qayerda harakatlana oladi. Menimcha adashtiryapsan. Ha, mayli. Qani ketdik. Futbolni ko'rib qo'yaylik. Nimasini ko'rasiz? 22 ta tentak bir to'pni ortidan chopgan. Yana erkalanishni boshladingmi? Unday qilmagin, o'g'lim. Axir seni buvang bo'lsalar, ularni hurmat qilish kerak. Nima uchun? Faqat mendan ko'p yashaganlarigami? Sendan ko'pini ko'rganlari uchun. Sendan yaxshi biladilar. Bilganlarida qandoq? Pritsepli 33 ta ot kuchi emish-a. Jinursin barini. Eng qiziq joyida-ya. Futbol qanday tugashini ko'rmoqchi edim. Jinursin. Hech qisi yo'q, buvajon. Erta tongda yana qaytarishadi. Yo'q, qaytarishmaydi. Mehmon bo'lib o'ynashdi-ku. Endi bir hafta o'tibgina Realning maydonida o'ynashadi. Nahotki, nima ahamiyati bor? Ey, sen-ku gapirmay qo'ya qol shaytonbek. Tushunmasang, jim o'tir. Futbol senga shaxmat emas. Kallangni ko'proq ishlatishingga to'g'ri keladi. Sen esa qutchangga yopishib olasan va o'tiraverasan. Bu o'zi nima? Tunu kun bir yerdan jilmaysan. Faqat barmoqlaring qimirlasa bas. Nimani ham tushunardingiz? Bo'lmasam-chi, sizlarga yetib bo'larmidi? Boshimni qotirmay otga suv berdingmi, yo'qmi? Aytchi. Yo'q, bermadim. Uni ham qo'ylar bilan o'tloqqa olib chiqsakchi? Ertaga qo'ylarni olib chiqsangiz, otni ham tashlab keling. Qo'ylar haqidan noto'g'ri o'ylayapsan. Bu shunchaki qo'zlar emas. Bu sening diploming. Tulpor esa doimo egasi bilan bo'lish kerak. Tushundingmi? Men ularni nima qilaman? Baribir qarib ketdi-ku, zo'rg'a oyoqda turadi. O'zingiz ham kam foydalanasiz. Hey, sen esa ko'p gapirib yubording. Quloqing karmi? Yerali, choyini oxirigacha ich. Undan ranjimang, ko'ki. Internatni deb jahli chiqyapti. Shunday qilib, mendan qutulishmoqchi deb o'ylayapti. Mayli. Biz akademiyalarda o'qimagan bo'lsak-da, boshqalardan kam yerimiz yo'q. Ha.
Ko'chada ham qolmadik. Undan ko'ra u o'qisin. Kallasi bor-ku. Tulporim bilan esa barcha musobaqalarda yengardim. Ha. Atrofdagilar tasdiqlay olishadi. Yuzimni hech yerga qaratmagan. Qarigan bo'lsam, nima qildi? Axir kim ham butun umr navqiron o'tardi. Jonivor. Shanqadiymi? Hozir shoshilma. Sen nabiramdan xafa bo'lma. Hali bola bo'lsa, ko'p o'ynab yuborgan, qandayligingni yodidan ko'targan. Shaytonbek! Hey Shaytonbek, qayerdasan? Shaytonbek, sovuqda qolib ketma. Ma, ola qol. Mana buni yelkangga tashlab ol. Ko'chada izg'irin. O'zingiz shaytonbeksiz. Ozarbayjonda 47 ming, Tataristonda 8 ming. Internetdagi ma'lumotga ko'ra O'zbekiston ko'rsatkichlarida bizdan oshib bormoqda. 17 milliondan oshiq mahallalar bor ekan. 3 million to'p aholi uchun ajratilgan bir necha ming Nimaiki istasa, qo'lga kirituvchi ayol ekanimni tushunib yetmadingmi? Miss Robinson, meni noto'g'ri tushundingiz. Menga hech narsa kerak emas. Men esa bo'sa olishni istayman. Iltimos qilaman, Miss Robinson, bas qiling. Bas qiling, Miss Robinson. Bo'ldi, bas, qo'yib yuboring. Seni qo'yib yubormayman. Iltimos qilaman, Miss Robinson. Qarshilik qila ko'rma. Mening rafiqam bor. Xiyonatkor emasman. Sizdan hech narsa istamayman. Meni holi jonimga qo'ying. O'tinaman. Maslo, bir daqiqaga shoshma. Minnatdorchilik bildirib olay. Har holda mushkulimni oson qilding. Iltimos, Miss Robinson.
Buvang bilan talashma. Tilingni tiyib tur. Ha deb asablariga tegaverma. Inson qarigan sari yosh bolaga o'xshab borarkan. Sen esa katta bo'lib qolding. Bularni hammasini tushunishing kerak. Qaraganda hamma shunday vaysaqi bo'lib qoladimi? Nima? O'zingiz yosh o'tgan sari barcha tentray boshlaydi degandingiz-ku? Nega endi barcha? Hamma ham emas. Ularni qarisangina tushunasan. Menimcha g'irt buvangga tortasan. Bir-biringizga o'xshab ketasiz. O'zimni osib qo'ysam kerak-ku. Voy tavba de. Seni buvang oqil inson. Biroz omadlari chopmagan bo'lishi mumkin. Beson Arantes Dola Sientola. Bu kim bo'ldi? Qora ilohiy kuch nomli o'yinchi. Baribir tanimaysan. Ilgarilari futbol boshqacha bo'lardi. O'yin hozirgisi esa juda ham zerikarli. Maqsadlari faqatgina tablodagi raqamni oshirish. Tushunyapsanmi? Ha. Ana u esa Evelina. Unisi kim? U ham qora ilohiy kuchmi? Unisimi? Shuna. U chap oyoqda to'p surardi. To'pning ufqda nuqtasi ham ko'rinmasdi. Ana unisi Didi, Zagalo, Tastavo, bunisi kimsan? Garincha. Garincha? Ha? Ko'rdingmi? Biroz oqsaydi. Garincha ham oqsardi. Oqsoq qanday qilib futbol o'ynay oladi? Futbol ilohidek to'p surardi. Bu unga qo'l kelgan ham. Bo'lmasa bu kim? Bunisimi? Bu qariya Jerom Santos. Haqiqiy o'yinchi, himoyasini buza olishmagan. Ukasi Nilton bilan ikkisi yonma-yon turib olganda safini hech kim yorib o'ta olmasdi. Oqsoqol. Ha, Assalomu alaykum. va alaykum assalom. Qo'ylar termasini adirga olib ketyapsizmi? Ha, shunga harakat. Bir iltimos bilan keldim. Xo'sh, Uzoqdan qarindoshlarim tashrif buyurishmoqchi. Ularni yolg'iz qoldira olmayman. Noqulayda. Bizlarning qozoqlarni bilasiz-ku. Juftakni rostladi deb o'ylashmasin. Shuning uchun meni yilqimni ham olib olsangiz. Yo'q demang, oqsoqol. Qo'shnichilik qiling. Alay tarafga haydab borasiz-ku. O'sha yerda tunni o'tkazasiz va tongda yoningizga o'zim mashinada boraman. men otda boraman. Otni nima qilasiz? Altayda qoldiraverasiz. O'tga to'yib yuraversin. Molxonangizda umri o'taveradimi? Nima? Senda ham 8 litrlik turbo tezlikmi? 100 litrligidan meniki. 100 litr ichadigan tankim bor. Mashina bo'lsa men ham boraman. Uyda kim yordamlashadi? Sizga ming rahmat oqsoqol. Qutqarib qoldingiz. Rahmat. Seni qara-yu. Aroqni bir o'zim icha olmayman deb qo'ya qol. Bolam, qayerga ketyapsan? Chu. Iya.
Bu nimasi bo'ldi? Qani. Oling. Osh bo'lsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Erali Botir. Kela qol. Isabek og'a, buvamni olib kelish kerak. Bo'lmasam-chi, ertaga tongdayoq birga boramiz. Yo'q, hozirning o'zida. Quyuq tuman tushmoqda. Nahotki, ha. Nima qipti? Shunchaki tuman. Kasim amaki adirlarni 5 qo'liday biladi. Tabiat ham unga cho't emas. Ha, shunday. Yoshligida ancha dadil bo'lgan. Qaysi Qasim? Ana bu bo'y pasi, vaysaq cholmi? Ha. O'z davrida anchasini quloq miyasini yegan. Ortidan butun ovul bo'lib quvlardik. Oxiri otlarni tortib olib, falon tangaga pullardi-yu, piyoda qaytardi. Qisqasi, u iste'dodli yo'l to'sar edi. Xullas, buvangni hurmat qilamiz. Hech qo'rqma, erta tongdayoq olib kelamiz. Qani olinglar. Joningiz sog' bo'lsin. Hammamizning ishimizga rivoj. Olinglar. Ha, nimasini aytasiz? Oling. Shu jonivor. Mana nihoyat yetib keldik. Nima endi? O'z adirimda adashaymi? Ketdik jonivor. Quloq sol, garricha. Jonimga tegib ketding. Tezroq bo'lmasang, so'yib siqqa tortaman. Bo'ri. Hoy, to'xta, otma. Qayerga ketding? Yo xudoyim-ey. Adirda ham adashib qolamanmi, ha? Mayli. Nima ham qila olardim? Tunni shu yerda o'tkazamiz. Tongda bir gap bo'lar. Ana bu kundagi miltiqlarni sozlashyapti. Shu ham ovchilik bo'ldimi? Qani Revelina, juningdan bir tutam berchi. Yilqi boqish biram maroqliki. Issiq havo nima-yu, sovuq nima? Tuman tushini tush ko'ribmanmi? Ancha qarib qoldim. Hayolim joyida emas. Yoshligimda bu yerda yumuq ko'z bilan o'tardim. Tariq boshimdan
bir tola oqsoch ham to'kilmoqda. Og'a, Nima deysan? ketishimiz kerak. Qayerga? Qir'adirga. Buvamni olgani. Yana qanaqa buva? Aqldan oz deymi? Ha? So'pi azon aytmasdan Isabek og'a, mashinada boramiz deb va'da bergandingiz-ku. Og'a, kecha tumanda adashib qolgan bo'lsalarchi? Og'a, qo'ylaringizni ham olib ketganlar. voy boshim. Buvanga jin ham urmaydi. Tunda g'orda tunab, tuman tarqasa qaytardi. Qo'ylar omon bo'lsin-da. Tuman tarqalmasa-chi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qasim og'a qanalar? Qaysi Qasim? O'zimizni qariya Qasim og'a bor-ku. Bo'la qolgaringcha, qimirlar. Chiqlaring. Oy, oyog'im. Ana shunday. Ketdik jonivor. Ketdik. Uzoqqa ketmagani aniq. Yaqin atrofda bo'lsa kerak. Menimcha kechgacha topa olamiz. Sizlar g'arbga harakatlaning, bizlar esa sharqqa.
Senimi garincha. Boshga bitgan balo bo'lding-ku. Jo jonivor. Salom qadrdon. Muqaddas daraxtim. Yo'limni charog'on qilganingdan minnatdorman. Adirdan ancha uzoqlashib ketibman-da. Ey qari to'kka. Altay oqsoqoli oldiga borish kerak. Odamlarni yig'sin. Militsiya, skouchlar, vertolyot. Gapingga qo'shilaman. Aytgancha, televizorga e'lon bersak bo'lardi. Yaxshi, rais bilan kim ko'rishadi? Men bora qolay? Sen jim o'tirgin iltimos. Qayerga ham borarding? Tuman tarqamadi. Seni ham izlashimiz qoluvdi. Bir o'zlari yolg'iz qolib ketdilar. Keksa va kasal bo'lsalar, topishimiz kerak. Yuringlar. Chetroq o't. La'nata. Affoyet. Bu yerda sukun olmayman. Ana shunday. Yaxshi. Omadimiz
Chopdi. Umr bo'yi omadsizga chiqarishganicha o'laymi? Mana tilla sochli Oltinoy maqbarasidaman. Bizni bag'riga oldi. Sendan minnatdormiz Oltinoy. Uying bo'lmaganida nima qilardik bilmadim. Bizdan aslo ranjima Oltinoy. Tunni bir amallab o'tkazishim kerak. Ertagayoq qishga tayyor bo'lamiz. Ana shunaqa. Nega anqayib qolding, Evelina? O'zingga bir qaragin. Jig'imga tegsang, afsuslanishing aniq. Bilib qo'y. Qo'ylar qarlikdan o'lishmas. Buvajon! Buva! O'z panohingda asra. Yerali, bu seni buvangmas. Qayerda qolding, qari to'nka?
Yangi yil muborak. Padarlanadi. Kechirasan. Afet, mehmon do'stliging uchun ming rahmat tilla soch Oltinoy. Bezovta qilgan bo'lsam kechir. Hey, jingalay soch. Orliq? Qayerdasan? Orliq? Orliq! Hey! Orliq! 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 Navbat shoshilinch xabarga. Isinqulov Qasim qidiruvga berilgan. Yoshi 73 da. O'rta bo'yli. Egniga palto va telpak kiygan. Agarda ko'zingiz tushsa, tezkor qidiruv bo'limiga xabar berishingizni so'raymiz. Xabarlarimiz davom etadi. Ko'rkam film sunamiz. Afsus. Bekor bunday qilding, kulrang do'stim. Bekorga orliqimni tortib olding. Ammo qo'zlarimga tegi ko'rma. Hali senga ko'rsatib qo'yaman. Qasim qarib qoldi. Qo'ylariga qo'shib chavaqlaymiz deb o'yladilaringmi? Chuchorani xom sanabsan. Nega bunday qilding? Kulrang do'stim. Nima ham derdim? Badani muz qotganidan vafot etgan. Ammo birinchi asabiy holatga tushgan. Shok desam adashmayman. Qasddan o'ldirilganiga dalil yo'q. Shaxsini aniqlashda davom etamiz. Yira, bolam. Hozirroq uyga qayt. Hamma yo'ni oyoqqa turg'izdim. Qani ketdik. Bizni kutishmoqda.
Siz boravering. Men qolaman. Keting deganing nimasi? Hozirroq mashinaga chiq. Oyijon, hech qayerga bormayman. Buvamni topaman va keyingina qaytaman. Siz uyga boravering. Bu yerda nima ham qilasiz? Bo'lmasa, men ham qolaman. Uyga kim ko'z quloq bo'ladi? Yuring, sizni kuzatib qo'yaman. Xavotir olmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qidiruv guruhi rahbari 01, 02, 04 G'arbiy sharq hududiga, 05, 06, 08 shimoliy g'arb tarafga, mashinalarga. Xo'sh, bu nima ekan? Mana bu boshqa gap. Xo'sh. Mana buni to'qmoq desa bo'ladi. Keraksiz o'yinchoqlar. Bir tiyinga qimmat giyoh. Ammo xasta bo'lmaslik kerak. Oldik. Rio de Janeyro'dan to'g'ridan-to'g'ri reportaj. Jahon chempionatining final o'yiniga xush kelibsiz. O'yinni davom ettiramiz. Kimga aytyapman, boshladik dedim. Hay Santos, o'ng qanotga o't. Hay Riberi, sen chap qanotga o't. 4-4 o'yin rejasi asnosida boshlaymiz. Tuzilmani tushundilaringmi? Hey, jonimga tegib ketding, chalajon garrincha. Kechir meni garrincha. Eng qarisi sen bo'lganing uchun kechir. Bizlarni qutqar. Qutqar. Hay! Tezroq. Yugurlaring. Meni eshityapsizmi, Priyom? Mayor Mirza, qarang.
Unikimi? Menimcha oqsoqolniki. Biroq sal o'xshamayroq turibdi. Bu nima deganingiz? Eski va yirtiq yeri ko'p. Aniqni ayta olmayman. Hoy, Yerali. Bu yerga kelchi. Mana bu buvayni paltosimi? Keldilaringmi? Ha? Yana qol! Yana qol! Alanga olishda davom et. Ha, bo'rivachcha. Qani, tumshug'ingni ol. Ha! Qo'rqib ketdingmi? Endi olov bilan birgamiz. Oramizga suqul olmaysanlar. Qo'rqdilaringmi? Endi biz birgamiz. Kela qol. Men va o'chmas alanga nima ham qila olardilaring? Hech narsa qila olmaysanlar. Birorta qo'zimni bermayman. Ha, qo'rqoq. Hey! Hey! Meni g'ajimoqchimiding? Ona bo'ringni ham olib kel. Bolalarga qo'shib cho'g'ga tashlayman. O't bilan o'ynashdilaring. Ha, la'nata. Qo'yib yubor. Qo'yib yubor. Qo'yib yubor deyapman. Ribery'imni qo'yib yubor. Ribery! Hey! Mana senga. Tegi bo'psanlar. Ahmoqlaring yo'q. Meni zeriktirmay qo'ymaysan-da. Ayni mavridini topding-ku. Hozir.
Ay, nimalar qilib qo'yding? Hozir biroz sabr qil. Sabr qil. Aylanayim. Sabr qil. Buni qaranglar. Ay. Yoqimtoyligini aytmaysizmi? Quyib qo'ygandek Maradonaning o'zgilasi. Evelina. Bechora Evelinam. Qaniydi shayton bekim yonimda bo'lsa edi. Ey! Bas qil Maradona. Bo'ldi. Yetar. Buncha yopishib olmasang, bunga vaqtimiz yo'q. Ketdik. Bu nimasi? Nima gunohim uchun? Sinovlaringga yakun bormi o'zi, yo'qmi? Yetmaganiga ustimdan ham kulmoqchimisan? Bu qanday sinov bo'ldi? Senlar qayerga anqayapsanlar? Nega qo'yga o'xshab tikilib qoldilaring? Aytgancha. Shundoq ham qo'y bo'lsalaring. Menga nima bo'ldi o'zi? Aqldan ozgan chol va bir poda lahm go'sht tentiramoqda. Bo'ldi. Bas. Hammang daf bo'llaring. Yo'qollaring. Istagan yerlaringga boraver. Ko'zimdan yo'qollaring. Men esa shu yerda yotib, tinchgina jon beraman. Jonimga tegdi. Shu yerda ko'z yumishga ham roziman. Meni tentiratishni bunchalik xush ko'rmasang, nega? Nega? Nima uchun deb so'rayapman.
Nega men? Nima uchun? Juda soz, boshqacha yo'l tutaman. Menga nima ravo ko'rding? Axir senga kecham ishonmaganman. Hozir yolvorar edim-u, ammo biror duoni bilmayman ham. Shuning uchun jazolayapsanmi? Istasang eng chiroyli duoni yod olib, har tun uxlashdan oldin qiroat qilaman. Xohlaysanmi? Seni adolatli deyishadi-ku. Menga yana biroz vaqt ber. Axir nabiram ulg'ayishini ko'rmoqchiman. Bitta arzandam. Buncha tez yetib bordi. Astagfirullah. Alo, Slavik, o'shamisan? Kimsiz? Yana ichib oldingmi? Ey, u gapira olmaydi. Tezroq uyga qayt. Uyga deyapman. Alo. Hey, 3 kundan beri tusha olmayman. gaping rost. Qaytishim kerak. Kechir meni, qadrdonim. Tayga, qanot gapirmoqda. Jarlik ustidan yana bir bor uchib o'tmoqdaman. Tuman qalinlashib bormoqda. Buyrug'ingizni kutib qolaman. Menga ber. Qo'yib yubor. Oq soqol, o'zingmisan? Qayerdan kelib qolding? Nega indamaysan? Meni yolg'iz tashlab ketmaysanmi? Unday qilma. Iltimos tashlab ketma. Istaganingcha pul beraman. Og'zingga siqqanini ayt. Qancha kerak? Nega gapirmaysan? Bir daqiqa og'zingni yopsang bo'lgani. Chiroyli miltiqlaring qayerda qoldi?
Bilmayman. Bo'rlar quturib ketishibdi, oqsoqol. Unday emas. Odamlar quturib ketgan. Bo'rilar-ku bo'ri bo'rligicha qolaveradi. Bo'lmasa, nega bizga tashlanishdi? Sellarni ham o'ziniki qatoridan hayvondek ko'rgandir. Tushuna olmadim. Nega yosh bo'rini otdilaring? Nima farqi bor? Bo'rlar bir go'r emasmi? Ahmoq. Endi onasi bizni tinch qo'ymaydi. Alamini olmagunicha izimizdan qolmasligi aniq. Slavik qayerda? Ana bu yerda. Qanot, men Taygaman. Tayga, xabar bering, eshityapsizlarmi? Xabar bering, priyom. Men Qanotman, Qanot. Podaning izini ko'ryapmiz. Oddiy nafaqaxo'rga o'xshamaydi. Remboning o'zginasi. Yoshligidan shu ish bilan shug'ullangan. Yilqi boqadi. Bo'shashmaydigan boboylardan. Tushunarli. Tort. Qayerga ketyapsan? Yo'l boshqa tarafda-ku. Ola bo'ri, yo'limizni to'smasin deyman. Ko'l tarafga shoshilish kerak. Endi nima bo'ladi? Meni tilkalasang ham g'olib chiqib bo'psan. Ola bo'ri.
Tamom bo'ldik. Shu yerda o'lib ketamiz. Murdalarimiz ham yem bo'ladi. Bidirlayverma. Afsus, Shaytonbek biz bilan emas. Yonimda bo'lganida bo'rilarni bitta qo'ymay haydardik. Shaytonbek kim bo'ldi? Nabiramni shunday chaqiraman. Kichik shaytoncha. Fe'li atvori sababli. Ammo yaxshi bola. Bu erkak kishiga xos sifat. Undan ko'ra, mana quloq sol. Aytishlaricha Yale deb ataladigan universitet bormish. Shaytonbek o'sib ulg'aysa, barcha qo'ylarimni pullab o'sha yerga o'qishga yuboraman. Universitet qayerda ekanini bilasanmi o'zi? Yaxshi bilaman. Ota-bobolarimiz so'rab Makkani izlab borishgan bo'lsa, biz ham izlab toparmiz. O'zing borganmisan? Yo'q, men bormaganman. Buvam borgan. Men hatto masjidga biror marta kirmaganman namoz o'qigani. Bo'lmagan gapni qo'y. Odamzod barini tijoratga aylantirib ulgurgan. Pul ishlashsa bo'lgani. Tag'in bilmadim. Mening tangrim doim men bilan. Biroz g'alatroq ekansan. Haligi falsafiy gaplarni gapirasan. Tushunib yetdik axir. Oddiy misol, kuni kecha bir ikkita birodarlar masjidga xayriya so'rab eshik qoqishdi. Ataganimni berdim. Masjidni ham qurishdi. Endilikda o'z masjidim bor. Yaratgan bilan istagan vaqtimda gaplasha olaman. Hey, ahmoq. Mendan ham kalta fahm ekansan. Yaratgan oldingda qarzdor emas. Masjidni o'zing uchun qurdirmading-ku. Xo'sh, pullaring nima ham bo'lardi? Ahvolingga bir qara. Aqchang foyda berardimi? Ha? Masjid qurgan bo'lsang, savobi haqida jar solmagin. Senga ham keyinroq yaxshilik qaytarishar. Keyinroq nima qilaman? Bugunim bilan yashab qolaman, oq soqol. Bugunim bilan. Yana xato fikrlading. Bolalaring bo'lsa kerak. Mana masalan men umrimda hech narsa ko'rmadim. O'g'limdan tashqariga chiqmadim ham. Ammo mening Shaytonbekim dunyoni ko'radi. Ilm olib katta olim bo'lib ketadi. Meni olamga tanitadi va rag'batlaydi. Shunday bo'lish kerak. Ha. Bekor senlarga yo'lni ko'rsatibman. Hoy, oqsoqol, aqlda oz deymi? Tushmasak bo'lmaydi. Unday qilma, yo'q. Yo'q.
Yo'q, kerak emas. Bizni galimiz Maradona, qani kelchi. Qani, kel. Kela qonlaring. Pastga sakra, ona bo'ri. Kelmaysanlarmi? Kel! Nega qo'rqyapsan? Kel! Ey ahmoq chol, meni o'z holimga qo'y. Bas qil. Men bilan omon qolasan. Bo'rilarga yem bo'ladigan ahmoq yo'q. Bo'la qol oqsoqol.
Maradona! Maradona! Qayerdasan? Maradona! To'xtat. Nima yangiliklar? Hech kim yo'q. Bizda ham shu. Shtabga qaytib boringlar. Kechqurun yana bo'ron tushishini aytishgan. Hozirdan izg'irin boshlanyapti. Bugun topmasak, qidiruvni to'xtatamiz. Vassalom. Yarali bolaginam. Nega to'xtading? Qarg'aning ovozidir. Qayerga ketyapsan? Hozir kelaman. Bechora bola ichkib qopti. Otasi yo'q. Onasi esa beva. Endi buvasi yo'qolib turibdi. Ha. Qari Qasim yaxshi inson edi. Kim ham bilibdi deysan? Bariga men aybdorman. Hammasi mening aybim.
Sen qayerdan kelib qolding? Buva? Buvajon! Buva! Buva! Gapiring, buva! Jim yotmang! Buva! Kim bu? Buva! Bu menman. Shaytonbekman. Turing. O'rningizdan turing, buvajon. Buva, turing. Uyga qaytishimiz kerak. Turing. Iltimos. O'lib qolmang. Turing. Meni tashlab ketmang. Turing. Buva, turing. Uyga qaytamiz. Yuring. Buva. Uyga qaytamiz. Yuring. Hozir o'zimiznikilarni ko'rdim, Yerali. Onam chaqirmoqda. Yo'q, hech kimni ko'rmagansiz. Bunday bo'lishi mumkin emas. Bu yerda hech kim yo'q. Shunchaki alahsirayapsiz. Sizni hech kimga bermayman, buva. Eshityapsizmi? Hech kimga bermayman. Hali rohatimni ko'rasiz, buvajon. Bizni tashlab ketmang, buva. Javob bering. Buvajon. Javob bersangizchi. Buvajon. Bizni tashlab ketmang. Buvajon. Javob bering. Oyog'im. Jim yoting. Hozir uyga qaytamiz. Ertaga Real o'ynash kerak. Sen qayerdan bilasan? Teledasturdan o'qigandim. Senga futbol yoqmasdi-ku. Buni kim aytdi sizga? Realdan kimni taniysan o'zi? Ronaldo yaxshi o'yinchi. Ronaldoing olifta. Mana Messi haqiqiy o'yinchi. Messi Barselonada o'ynardi-ku. Yana chalkashtirib yubording.